Lekin o'sha tunda onam bilan shuni guvohi bo'ldikki, Oyijon, sizning sog'ligingiz men uchun muhim. Doim shunday kechga sayrga chiqaylik. Nimagadir shu uyning oldidan o'tsam, a'zoyi badanim titrab ketadi-ya. menda ham ona. Ha, mayli, kel, shu uyning oldidan tezroq o'tib ketaylik. Bu kimning ovozi? Qani, yaqinroq boraylik. Balki qo'shnimizga yordam kerakdir. Bu yana nimasi? Nimalar bo'lyapti? Uyning chirog'i nimaga o'chib qoldi? Qani, kiraylikchi. Afsus. O'shanda uyga onamni bekor olib kirgan ekanman. O'zi hech kirgisi kelmagandi. Yur, ketaylik o'g'lim. Yo'q. Balki ularga yordam kerakdir. Men tepaga chiqib ketdim. Onam qo'rqgani sababli pastda qoldi. Lekin shu payt Bolam! Oyijon! Pastga tushib qarasam, onam yerda behush yotibdi. Keyin onamni ko'tarib uydan chiqib ketdim. 3 kun deganda o'ziga keldi. Lekin nima boqilganini aytmadi. Sababi juda qo'rqib qolgandi. Oyi, oyijon, o'zingizga keling. Sizga nima bo'ldi? Men aniq bilaman, inspektor. Onamning ko'ziga Leoning o'limiga sabab bo'lgan narsa ko'ringan. Nima demoqchisiz? Kimdandir gumoningiz bormi? Ha, bor. Lekin u narsa inson emas.